kelish kerak, damni olish kerak. Tayyor hamma narsa. O'choq, qozoni, qurasi, ko'rpa to'shab, palatgacha jo'ralar bilan kelib dam olayverish kerak. Nomer qoldiraman, telefon qilib bir kun uni zakaz qilib qo'yasizlar joylaringizda. Telegramdan lakatsa ham tashab beradilar. Davlatimiz tinchligidan, elimiz, yurtimiz obodligidan shu mana shu yerda bir dam olish maskani bir 5-6 charpya tashlab mehmonlarga bir xizmat ko'rsatish, bir dam olib rohatlanib ketish imkoniyatini yaratib turibmiz. Bu hamma zamonamiz tinchligidan, dasturxonimiz to'kin sochilligidan. Bundan 15 yil, 20 yil oldin bu holatlarni orzu ham qilmasdik. Masalan, faqat tosh yo'lda orzu qilib berardik. Mana hozir asfalt ham keldi mana uyimizni tibigacha. Yana tog' tarafga qarab yana o'tib ketish planlari bo'lyapti. Bu hammasi yurt obodligidan. Yurtimiz bundan ham obod bo'laversin. Bu yerda endi Payshanbadan meni bu yergacha 29 kilometr asfalt masofa bosib keladi. Mana qishlog'imiz ustiga kelib asfalt tugagandan keyin salkam 1 kilometr mana tosh yo'lda bosib kelinadi mana shu turgan yerimizgacha. Mana sokin, atrofida xonadonlar yo'q, bir xalaq beradigan narsa yo'q. Mana suvlarimiz 3 tomondan ariqdan, 3 tarafdan, mana bu yerda 4 tarafdan suv o'tib yotibdi. Kelib bir rohatlanib dam olib ketingizlar. Yashi bilan bu tomon, o'ng tomonga Langarota ziyoratgohga ketiladi. Chapga burilasizlar. 1 kilometrdan keyin hozir ko'rsatib o'tgan manzara, dam oladigan joy, jo'ralar bilan, oilaviy qarindoshlar bilan kelib mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Salqingina joy.